Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ramazon, assalom. Arzishlar yo'q bo'lib ketsa zaman bilan tinam yo'q bo'ladi. Biz hozir Manchester shahridagi Sel degan mantiqada yashovchi tildoshlarimiz, yurtdoshlarimizning birini o'yini qoshida turibmiz. Biz albatta Ramazon aytish uchun bu yerga yigitlar kelgan. Endi yigitlardan biri u kishining o'yini taqillatadi. Kutamiz qani, keyin ular chiqadi va sizlar Ramazonlaringizni aytishni boshlaysizlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar yigitlar. Xush safo keltiribsizlar. Qani? Xo'sh bo'ling hojisab, mana bular Ramazon aytish uchun kelganlar. Marhamat. Qani? Ramazon yorab Ramazon. Assalomu alaykum Ramazon. Avval boshlab Xudoni yod etaylik. O'tgan payg'ambarlarni ruhini shod etaylik. Ramazon yorab Ramazon. Assalomu alaykum Ramazon. Ro'za ham 30 kunlik mehmondir. Ro'za tutgan kishi pahlavondir. Ramazon yorab Ramazon. Assalomu alaykum Ramazon. Ramazon aytib keldik eshikingizga. Xudoyim o'g'il bersin beshikingizga. Ramazon yorab Ramazon. Assalomu alaykum Ramazon. Kimgadir berding farzandini bisyor. Kimnidir qilmagin sen qilnoqqa zor. Ramazon yorab Ramazon. Assalomu alaykum Ramazon. Makkada bor bir yog'och boshi qaro. Xudoyim o'g'il bersin qoshi qaro. Ramazon yorab Ramazon. Assalomu alaykum Ramazon. Assalomu alaykum. Tutgan ro'zangiz va qilgan ibodotlaringiz Rahmat. Alloh taolo dargosiga qabul bo'lsin va Ramazon oyi Muborak bo'lsin. Rahmat. Juda xursand bo'ldik. Juda xush kelibsizlar. Mana hozir sizlarga bir zotlar chiqaramiz. O'zbek sizlarga albatta qo'llaringizni quruq qilmaydilar. Bu an'ana qadimdan. Maşallah. Mana. Katta rahmat. To'xtatib sizlar kelibsizlar. Uzoq yo'ldan sizlarni unda bo'sh jo'natmaylik degan. O'zbek savg'at ko'p bo'ldi, pulim berasizmi? Siz bu bolalar mana oz bo'lsa ham bizlardan tuz bo'lsin desang oysa ko'proq ber. Katta rahmat, bolalaringizga shukur. Yaxshiga bor ekansizlar. Bu bizani yaxshi milliy o'zimizga xos bo'lgan, turk xalqiga xos bo'lgan bir an'anamiz. Mana Inglistonga, Manchester shahriga sizlar buni inantirib turibsizlar. Sizlarga Xudovand kuch-quvvat bersin. Har doim mana shunday tilimizga, farhangimizga, kulturimizga soyib qanday maymanaga mana shuni bizlar o'zimiz shunday o'yga kelaydilar, o'qiydilar. Mana hozir Manchester shahriga, Inglistonga mana shuni shaxsan o'z ko'zimizdan nozir bo'ldik, ko'rdik. Sizlarga Xudovand quvvat bersin. Inshaalloh buni Bunday an'analarni davom ettirish qanchalik mumkin? Bu an'analarni doimo bunday tanho Ramazonga emas, ana shu har yilda, har ro'ziga shunday an'analarimizni, shunday kulturlarimizni, mana shunday qiyomatlarimizga sizlar kelibsizlar. Shuni tirik tutaylik, shuni yashataylik. Bizlarning vazifamiz, mas'uliyatimiz. Chunki agar bizlar generation, bizlar nasl ketsak, avlodlarimizga undan bir zot qo'yib ketmoqimiz kerak. U yuzdan tilimizga, kulturimizga, farqimizga soyib chiqmoqimiz kerak. Bor bo'linglar. Ofarin, tabarakalloh hammalaringizga. O'zingiz shunday Ramazon aytish barnomalariga kechalar ishtirok qilgansizmi, sam bo'lgansizmi yo faqat sizni o'zingizga boshqalar kelganmi? To'g'risi bizlarga keladilar. Bizlar keladilar. Meni oilam bu zotlarga to'g'risi uncha ko'p
ijozat bermaydi, chunki o'sha sharoiti ki Afg'onistonda bizlar yashab turaylik, bu sharoit yaxshi bir sharoit emas edi urush vaqtida. U yüzden bizlar bunday chiqmoqqa akşam azondan sonra ayağımızda dışarıya qo'ymoqqa ijozatimiz yo'q edi bizlarning. O yüzden bizlar kelayotganlar ko'p edi uyimizga kelaydilar, ishtirokchilar. An'analarni davom ettirish, saqlash bu yerda yana g'arbda yo Yevropada qanchalik ahamiyatli deb o'ylaysiz? Ular shu o'z madaniyatlarini saqlash uchun yoshlarga qanday bir ta'siri bor? Albatta ki buni ta'siri katta, ko'p katta. Nega desangiz shunday aytdiki, o vaqtdagi bir til yashamog'i uchun o'ziga xos farhangi, kulturi, bu arzishlari bo'ladi. Agar bu arzishlar yo'q bo'lib ketsa zaman bilan til ham yo'q bo'ladi. Bu tilni saqlash o'ziga xos, mana shu o'zimizga mana qarang, mana shu to'nlarimiz bor. Shu to'nlarimizni bugun boshqalar so'yib chiqmoqchi bo'ladilar. Yo o'zimizga xos an'analarimiz bor, shularni boshqalar so'yib chiqadi. Hatto bizning tariximizga so'yib chiqmoqchi bo'ladilar boshqalar. Bu yüzden albatta ki ko'p arzishlidirki, bu ularni tirik tutmoq uchun bu an'analarni yashatmoqimiz kerak. Qayerga bo'lsak bo'ladi, bu vazifamiz. Qandayki nonemoq mas'uliyatimiz bo'lsa, avlodimizga, familiyamizga mas'uliyatimiz bo'lsa, tilimizni muqobiliga, farhangimizni muqobiliga, mana shularni muqobillarga o'zimizda mas'uliyatimiz bor. Ammo biz ham o'z mas'uliyatimizni ketmoqimiz shart. Agar xohlasak tilimiz bo'lsa, farhangimiz bo'lsa. Katta rahmat. Katta rahmat. Xush kelibsizlar yana. Safo keltiribsiz hammalari. Rahmat.